Bola hech qachon shikoyat aytib kelmaydi. Meni nutqim chiqmayapti, o'zlashtira olmayapman, dunyoni tushuna olmayapman, savollarni bilmayapman demaydi. Buni ota-ona biladi. Behudaga sarflab bizda shuncha pulini, birinchidan vaqtini, eng qimmatli narsa bolani yoshi o'syapti, lekin bilish kerak bo'lgan narsasi qolib ketyapti. Mana bugun konsultatsiyani tugatdik. Doktor, sizga avvalambor rahmat. Bizga yo'q demasdan, bizni markazimiz bilan hamkorlikka rozi bo'lib kelganingiz uchun. Bir qancha bolalarni ko'rdingiz. Bugun mana shuni xulosalash maqsadida sizga 3-4 savollarim bor. Birinchi savolim, o'zi bolalar psixiatri qanaqa tashxisli bolalarni ko'rish kerak? Nevropatologga ko'p olib borishadi-da, psixiatrga mana birinchi marta kelayotganlarni ham ko'rdingiz. Vaholanki ularga psixiatr kerak o'zi. Shuni ota-onalarga yetkazish maqsadida shu savolga javob bersangiz. Bolalar psixiatriga birinchi o'rinda murojaatni o'zi bitta ozgina stigmatizatsiya bor, ya'ni bu bitta bizda O'zbekistonda yo Andijonda emas. Bu biz SNG davlatlarga, masalan, Rossiya Federatsiyasiga borganimizda ham bor. Psixiatrga borishdan odamlar bab qochadi. Lekin bir narsani tushunish kerak, bu psixiatr ham tibbiyotning bitta yo'nalishi, bu ham maqsadi davolash. Endi kimlar boradi deganga, bu narsani 3 ta tomondan qarash mumkin. Birinchisi, bolalarda hozirda ko'p uchraydigan autizm yoki RAS, rastrossi autistik spektra, STVga diqqat tarqoqlik va giperdinamik sindromlar, ruhiy rivojlanishda orqada qolishlar, xulq-atvor buzilishlari, bular ruhiy sferada buzilish bo'lganligi uchun bular psixiatrda bebora hisoblanadi. Shu tashxisni psixiatrga konsultatsiya qildirib qo'yish kerak. Bu bitta tomoni. Ikkinchi tomoni, buzilishni yanada sinchiklab, ozgina mutaxassis tomonidan qaraganda ozgina sinchiklab qarash kerak. Ya'ni sizni bolangizda buzilish nimada? Koordinatsiyasidami, ko'rishidami, yurishidami, nutqidami yoki savollarni tushunishida, anglashidami? Oxirgi ikkita narsa bu psixiatrdagi, bu ruhiy sfera. Bu nevrologik sfera emas. Asosan ruhiy sfera hisoblanadi. Shuning uchun psixiatr ko'radi va yana bitta tomoni, bu ham ota-onalarga, mutaxassislarga ham tashxis qo'yilganda, tashxislar butun dunyo kasalliklar klassifikatsiyasi bor. Международный klassifikatsiya болезней 10 bor, hozir 11 chiqqan. Butun dunyo bir xil turda tashxis qo'yishga va bir-birini tushunish uchun sifrlar qo'yishga kelishgan. Misol uchun F84 desa, yer yuzida, Afrikada ham, Amerikada ham hamma autizmni tushunadi. O'sha klassifikatsiya qo'yilgan, shunga asosan tashxis qo'yadi. Ota-onalarga murojaatga, agar sizni farzandingizga tashxis qo'ysa, so'rang. Bu tashxis nevropatolognikimi, boshqa mutaxassisniki emasmi? Chunki kesishgan joylar ko'pda. Neyrooftalmologiya bor. Oftalmologiya va nevrologiya kesishgan soha. Shunda oftalmolog ham, nevropatolog ham ko'rish kerak. Agar tashxis psixiatrik bo'lsa, shifokor aytadi. Shuning uchun shifokordan so'rash kerak. Meni tashxisim nima? Mana shu 3 ta jihatga ko'p uchraydigan bu tashxislar psixiatrniki, buzilishlar qaysi sferada ekanligi va uchinchisi, ota-ona har qanday mutaxassis, bolalar nevropatologmi, pediatrmi borganda tashxis so'rash kerak. Nomi nima va qaysi turga kiradi? Shunda o'sha oydinlik kiritiladi-da, psixiatrga yo'naltiriladi. Mana 2 kun ko'rik qildik bolalarimizni. Asosan bizni markazimizga kelayotgan bolalarni ko'rik qildik. Shu ko'rik davomida biz mutaxassislar yana ham e'tibor beradigan jihatlarimiz nima? Endi biz maxsus pedagog sifatida yana ham nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Keyingi ko'rikgacha nimalarni bizga vazifa qilib qo'ya olasiz? Chunki baribir mutaxassislar o'rtasida integratsiya bo'lishi kerak. Chunki sizni ishingizni bizni ishimizni siz ko'rsatib beradigan darajada bir-birimiz bilan aloqa qilishimiz kerak. Shunga bizga qanaqa vazifalar berasiz? Nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Psixiatr tomonidan. Psixiatr tomonidan, maxsus pedagoglarga. Avvalo rahmat aytaman va o'zim tomonidan ham bemorlarim tomonidan aytaman. Chunki ba'zi tashxisli holatlar noaniq bo'lgan paytda ham pedagogik yondashuv yaxshi bo'lgan. Buni ota-onalar o'zi ham e'tirof qiladi. Umuman
davo muolajasi to'g'ri bo'lsa, ota-ona ko'zlangan darajada effekt sezmasa ham, ko'rmasa ham, lekin bolada ijobiy dinamikani, ijobiy tomonga ketayotganini ko'radi. Buni ota-onalarni ko'pi ham e'tirof qilishdi. Kelayotganiga 1 oy bo'ldi, yaxshi o'zgarish, kelayotganiga 1 hafta bo'ldi, o'zgarish bor deganlari bor. Bu uchun rahmat deyman. Endi sizlarga psixiatr tomonidan tavsiya berardimki, boyagi integratsiya, tashxislarni ozgina bo'lsa ham xabardor bo'lish. Autizm nima, rast nima? Uni ham farqi bor. Mayli ota-ona uchun bir xil bo'lsin. Misol uchun aqli zaiflik bor, birlamchisi bor, ikkilamchisi bor. Bular nima uchun nimaga farq qiladi? Yoki giperaktivlik sindromi bolani tinmay yugurib yurishi boshqa tashxislarda ham uchraydi-da. O'sha narsalarni ozgina farqlab olsa, har bir tashxisga sal yo'llar bir-biridan farq qiladi. O'shaning uchun birinchi navbatda tavsiya qilgan bo'lardim, ozgina tashxislarni farqlash. Ikkinchisi dinamik kuzatuvda ruhiy sferalardagi o'zgarish. Misol uchun deylik, oddiygina rasmga aloqador savol. Bolachani oldiga 5 ta rasm qo'yib turib, ichidan uy hayvoni qaysi biri bolajon deb so'rasangiz, bir qancha rasmning ichidan uy hayvonlarini topishda bosh miya boshqacha ishlaydi. Siz bitta rasm ko'rsatib, bu uy hayvonmi yo voy hayvonmi deb so'rasangiz, bu yerda bosh miya boshqacha ishlaydi. Aniqroq ikkinchisida soddaroq ishlaydi, birinchisida murakkabroq ishlaydi. Analiz sintez kuchli ishlaydi. Har bitta rasmlarni olib solishtiradi-da. O'shanda siz bola bilan ishlayotganingizda nima deb savol berdingiz, bola nimani izlayapti, qaysi ruhiy sferasi ishlayotganligiga yanada e'tibor bersangiz, baholash oson bo'ladi. Chunki xuddi shunga o'xshagan savollar bersak, javob bera olmasa, ota-ona olib bitta rasmni ko'rsatib, bu uy hayvonmi, bu yovvoyi hayvonmi deb so'raydi, keyin bola topadi. Bitta bosh miyani oddiy qilayotganda bitta qismi xotira birga ishlayotgan bo'ladi. Lekin bir qancha rasmlar turgan paytda o'ta xotiraga qo'shimcha fikrlash ham ishlaydi. Ularni solishtiradi, taqqoslaydi, ortiqchasini chiqaradi, uy hayvonga o'xshagan hayvonni belgilarini topadi-da. Uni mutaxassis o'sha berayotgan savoli qayoqqa qarab yo'naltirilayotganini bilsa, yanada mutaxassisroq ishlanadi va bolalarga yanada yaxshiroq baho beriladi-da. Shu ikkita narsani tavsiya qilaman hozir. Bizda ko'p ota-onalarimiz olib borishgan, bir qancha dori-darmonlar qilishgan, apparatlarga tushirishgan, kerak bo'lsa nima kerak desa, dori hammasini qilishganda, lekin hozir mana siz bolaga hozir dori kerak emas, bolaga faqat hozir shug'ullanish kerak, dinamikasini kuzatish kerak, hunarga yo'naltiring, qiziqishiga qarang, mana dedingiz. Shunda ham dori so'rashyapti-da. Bu qanchalik to'g'ri bu ota-onani hozirgi holati? Biz shunaqa deb o'ylaymiz-da rostdan ham. O'zi aslida qarang, savolingiz to'g'ri. Bu yerda maqsadni yanada aniq qilib olish kerak-da. Mana ba'zan ota-ona bilan savol-javob qilyapsam, ko'ryapsiz-ku. Misol, nima shikoyat, nima bezovta qilyapti desangiz, baqirib ketib qoladi. U tarixini aytib ketadi. Yo'q, nima bezovta qilyapti, bolada nimadan xavotirdasizlar desa, keyin doktorlarga qarab voqealarni aytib ketib qoladi-da. Bu gaplarda hammasi ahamiyatli. Lekin betartib bo'lsa, doktorni ham adashtiradi. Birinchi o'rinda bolachani yolg'iz qo'yib uzoqdan qarash kerak-da. Bu bolada o'zi nima bor, men nimadan xavotirdaman deb ota-ona birinchi bilish kerak. O'zi menga bolamni yaxshi bo'lishi uchun qaysi jihatini to'g'rilashim kerak? Nutqinimi, xulq-atvorinimi, gap tushunishini, o'zlashtirishini, fikrlashini aniqlashtirib olish kerak ota-ona. Aniqlashtirib olgandan keyin buni kim ko'radi, qaysi mutaxassis ko'radi deb borish kerak. Har doim ota-ona topa olmaydi, bu tabiiy. Lekin sizni o'sha mutaxassis yo'naltiradi. Ko'radi, tashxis qo'yadi. Siz boyagidek so'rasangiz, rahmat doktor, mana bolamni ko'rdingiz, tekshirtirdingiz, MRT, EEG, qon, gormon tekshirtirdik, oxirida tashxis qo'ydingiz. Nomi nima deb so'radingiz? Sizga tashxisda aytdi, nomi shunaqa, qaysi turkumga kiradi? Nevrologikmi, nevrologik emasmi deganingizdan keyin sizga psixiatrik degan sari boyagi narsa aniqlashib boraveradi. Psixiatriyani o'zini maxsus dorilari bor. Psixiatriyada, bolalar psixiatriyasida o'sha
Amerikadan kelgan professor ham aytgan, buni Sankt Peterburgdagi Makarov ham tasdiqlagan, boshqa psixiatrlardan ham internet tarmoqlarida ko'rsangiz, bolalar psixiatriyasida ijtimoiy, sotio-pedagogik ish bor. Ya'ni bola yashaydigan muhit bilan ishlamasdan turib dori orqali yaxshi qilib bo'lmaydi. Deyarli hech bir kasallikni bolalar psixiatriyasida deyarli og'irida bitta ikkita istisnodan tashqari bola bilan ishlamas ekansiz yaxshi bo'lmaydi. O'ylashadiki dorini bersam, ukolni qilsam yaxshi bo'ladi. Balki u nevrologiyada ishlar, balki u pediatriyada ishlar, oftalmologiyada, travmatologiyada balki ishlar. Travmatologiyada gips kerak, immobilizatsiya qiladi, o'sha davo hisoblanadi, harakatsizlik. Bizda psixiatriyada ishlash, bolani ko'p bo'ladigan bog'chasi, ko'p bo'ladigan uyi, ko'p yuradigan hovlisi, aka-ukalar bilan bo'ladigan munosabatlarni to'g'rilamas ekansiz, bir. Bola bilan pedagogik, aniqrog'i o'sha chet el psixiatrlar tasdiqlaydigan ikkinchi narsa tarbiya hisoblanadi. Tarbiyaviy jihatini to'g'rilamas ekansiz, uchinchi qilinadigan ish doridan effekt ko'ramiz. Uni qachon xulosaga keladi? Qachonki boyagidek muammoni topdingiz, shifokorga olib bordingiz, shifokor sizga tashxisni aytdi. Psixiatriya dedimi, demak biling, sizni ishingiz faqat dori bilan bitmaydi. Bola bilan ishlaysiz, ham pedagogik, tarbiyaviy, ham ta'limiy ilm bo'yicha ishlaysiz, muhitini to'g'rilaysiz, keyin dori berasiz, yaxshi bo'ladi bola. O'sha birinchi qadamdayoq adashib ketish, ikkinchi qadamda adashib ketish natijasida doriga ko'milib ketadi. Nima uchun? Boyagi narsa yo'q-ku, bola bilan ishlash yo'q-ku, pedagogik, maxsus pedagogik ishlash, defektologik ishlash yo'q-ku. Urg'u keyin faqat nimaga bo'ladi? Shikoyat ketmagandan keyin doriga bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, uchinchisi bo'lmadi bu doktor. Keyingi doktorga birinchisi, ikkinchisi tartibsizlik. O'shaning uchun tavsiya berardimki, o'sha narsa bo'lmaguncha nima bezovta qilyapti? Bu qayerda? Bu ko'zi ko'rmayaptimi? Mana misol uchun autistlarda ko'p ko'rdingiz-a? Qulog'ini tekshirtirganman deb. Psevdokarlik ko'p bo'ladi. Eshitmayapti shekilli deb o'ylashadi. Bordingiz, tekshirtirdingiz, qulog'i eshitadi. Bo'ldi. Lor oftalmologiya bilan bo'ladigan ishingiz tugadi. Ana shunaqa qilib chegaralab istisno qilganingizdan keyin sizga psixiatriya qoladi. Siz qo'rqqan psixiatriya qoladi. Va siz o'sha qo'rqqan psixiatriyaga borganingizda psixiatr aytadi, siz dori bilan bo'lmaydi bu ish. Ham bio, ham sotio farmakoterapiya bo'ladi. Bio, sotio farmakoterapiya endi ismiga keldi. Ham muhit, ham ishlash, keyin dori. O'shanda yaxshi bo'ladi. Hattoki ikkitasi boyagi uchinchidan ko'ra kuchli bo'ladi. O'sha narsa yo'qligidan bizda ba'zi mutaxassislarda ham shunaqa tasavvur yo'qligidan tan olish kerak. Keyin chalkash ko'payadi-da, o'z-o'zidan dori ko'payib ketadi. Aytishingiz bo'yicha birinchi o'rinda mana birinchi muammoni aniqlash deyapsiz-ku. Mana men e'tibor berib o'tirdim har bitta nimada konsultatsiyada muammo nimada, sizni nima bezovta qilyapti, savol beryapsiz-da ota-onaga. Lekin ota-onani javobini eshitsangiz, hali uni ayblagan, hali buni ayblagan, u yoqqa olib borgan, bu yoqqa olib borgan, natija bo'lmagan. Lekin mana bolasidagi muammoni o'zi birinchi aniq bilib olsa, maqsadni aniq qo'yib olsa, keyin mutaxassisga mana uyalmasdan, anaqa qilmasdan psixiatrda ish ekanmi, bu psixiatrga olib borsa, shuncha vaqt bolani vaqtini ota-ona behudaga sarflamagan bo'ladi. To'g'rimi? Chunki hozirgi har bitta daqiqasi bolani bu oltinga teng davrlarda. Mana shu davrda rivojlantirib olmasa, shu anglaganlarni ko'p. mana o'zlari aytyapti. O'zlari aytyapti. Voy, biz shuncha yil anaqa qilibmiz-da bolani bekardan behudaga sarflabmiz-da, shuncha pulini, birinchidan vaqtini, eng qimmatli narsa bolani yoshi o'syapti, lekin bilish kerak bo'lgan narsasi qolib ketyapti. Farzandimni shu Azizbekka olib borganim uchun mana men ham o'ylardimda, meni bolamga psixiatr kerak emas, meni bolamga nevropatolog kerak debdi. Shu joyda men ota-onalarga murojaat qilmoqchiman. Biling, bolangizga qanaqa mutaxassis kerakligini biling. Nevropatologga olib boribsiz, uni dorisi bilan o'zgarish bo'ldimi? O'zgarish bo'lmasa ham yillar davomida ichirib, bolani doriga to'yintirib yurganmiz-da, lekin
ota-onada gap ko'p. Yana ham bu narsani o'zi har doim konsultatsiyaga kelgan ota-onalarga aytaman, yana ham aytmoqchiman. Birinchi o'rinda boladagi muammoni aniqlang. Bolaga qanaqa mutaxassis kerakligini aniqlab turib, shuni yo'naltirsangiz, ertaga bolangizni vaqtidan birinchi o'rinda o'zingizni mablag'ingizni tejagan bo'lasiz va natijaga tezroq erishasiz, aziz ota-onalar. ilk shifokorlar yo ilk birinchi ko'rgan mutaxassislar degan bir video ham chiqargandim. Ana kecha ko'rdik, bugun ko'rdik. Nechta bolalar? Bironta bola shikoyat aytdimi yo'qmi? Bola hech qachon shikoyat aytib kelmaydi. Meni nutqim chiqmayapti, o'zlashtira olmayapman, dunyoni tushuna olmayapman, savollarni bilmayapman demaydi. Buni ota-ona biladi. Bolaga birinchi shifokor ota-ona bo'ladi. Uni kasal deb hisoblaydigan, kasal deb hisoblamaydigan ota-ona bo'ladi. Afsus, 6 yoshda olib keladi bolani. 6 yoshda nutqi chiqmagan. Biz buni sog'lom deb o'ylabmiz deydi. Aytaman, afsus bolajon, shunaqa yomon qoloq doktorning qo'lida qolgansan deyman. 6 yosh qanaqa tilni chiqarasiz? 1 yildan keyin maktabga chiqish kerak. Birinchi tashxis qo'yadigan bu ota-ona. Qanaqa qilib ona shuncha narsani bilgan, seriallarda bo'layotgan, ko'chada qo'shnisi ammasini qizini uyda nima bo'layotgan narsani bilgan ona qanaqa qilib bolani psixometrik birlikligini bilmasligi mumkin. 3 oylikda bo'yin tutishi, 6 oylikda o'tirishi, 8 oylikda emaklashi, 1 yoshda yurishi, 1 yoshda nutq chiqishi, 2 yoshda ikkita so'zni qo'shib gapirishi, 3 yoshda nimaga degan savol paydo bo'lishi, dunyoni o'rganishni xohlagan bola uzun jumla gapirishi. 4 yoshga yetgandan keyin nutqini ravonligidan begona shu tilda gaplashadigan inson tushunadigan darajada bo'lishi, 5 yoshda fikrlash elementlari paydo bo'lishligini psixometrik birlikda qanday bilmaysiz deganman. Boshqa narsani bilasiz-ku, qanday? Sizni bolangiz agar bugun, erta, 1 oy, 2 oy, 6 oy, 1 yil kasal bo'lsa ham men sizni ayblamayman. Nega bola 5 yildan beri kasal? Gapni umuman tushunmaydi. Nega qaramagansiz? Nega buni doktorga olib bormagansiz? Ana shu ota-onada gрамотность bo'lmasa, birinchi o'rinda bolaning holiga voy. Ota-ona o'ziga kelib, bitta ikkita shifokorga olib bordingiz, balki muammolar ba'zan qo'rqinchli ko'ringani bilan поздний говорящий дети bo'ladi, kech gapiruvchi bolalar bo'ladi. Lekin bitta nerpatologga olib borasiz, yaxshi bo'lib ketadi. Uni psixiatrga olib bormaganligini hech kim ta'na qilmaydi, hatto men ham. Yaxshi bo'lib ketsa bo'ldi, lekin vaqt o'tyapti, yaxshi bo'lmayapti. Shifokorga borasiz, yaxshi bo'lmayapti. Shug'ullanyapti, cho'ti o'zgarish yo'qmi? Demak, bu yerda muammo jiddiy. Kerak bo'lsa Toshkentga, kerak bo'lsa professorga, kerak bo'lsa 1 oyda, 3 oyda navbatchi keladigan doktorga bo'lsa ham olib borishga, agar bola kerak bo'lsa, o'shani pashagoviy harakat qilsa, xudo xolasa, deyarli hamma muammoni ijobiy tomonga ijobiyroq hal qilsa bo'ladi. O'shaning uchun boyagidek ota-onalarga kelganda o'rgatish kerak. O'rganinglar, bilib olinglar o'zlaringiz uchun. Dunyo oldinga qarab ketyapti. Balki bundan 50 yil oldin kerak bo'lmagandir. 100 yil oldin umuman kerak bo'lmagandir. Hozir texnika, hamma yoqda informatsiya oshgan asrda bilish kerak odam. Va shunaqangi informatsiya ko'payib ketdiki, kerak emas, kerakli informatsiya ko'payib ketdi. O'shanaqa zamonda biz ko'p narsani bilishni tavsiya qilmaymiz. Psixometrik birliklar bilsin. Necha yoshda bolada qanaqa o'zgarish bo'ladi? 1 baravardan oshsa xavfga tushish kerak. Masalan, 1 yoshda gapirish kerak. 2 yoshda gapirmasa, уже ehtiyot bo'lish kerak. 1,5 yosh, 1 yosh 8 oylik qo'rqmasa bo'ladi. Bola 2 yoshda ikkita jumlani qo'shish kerak. 3 yosh bo'lyapti, ikkita jumlani qo'shmaydi. Ber, ol, ket, suv bering, uyga ketdik, ayam qani demayaptimi? 1 yil bo'ldimi? Demak, xavotirga tushadi. Hali 2,5 yoshda aytmasa ham hech narsa emas. Ana shu narsalarni bilsa, shuncha bolaga yaxshi bo'ladi. Doktor, sizga katta rahmat aytaman yana bir marta. Kelgusi endi bu davomli bo'ladi. Bu narsa bo'ldi, to'xtamaydi. Xudo xolasa Andijonga har 2 oyda bir vaqtingiz bo'ladimi, bo'lmaydimi ishimiz yo'q, chaqiramiz. Kelib shu bolalarimizdagi o'zgarish dinamikasini ko'rib, yana ham bularga nima kerak, yana nima qilsak bo'ladi, bizga maslahatlaringiz, ota-onaga maslahatlaringiz kerak bo'lsa medikamentoz qilib, bizni ishimizni yana ham rivojlanishida hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. Rahmat katta, sog' bo'ling.